hamma insonlar jannatiy bo'lsin. Doktorga, milisaga, yomonlikka, tuhmatdan, balodan, balo-qazodan hammasidan Allohim o'zi asrasin. Bizning vatanimizda hech qachon urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Mehr-oqibatimiz hech qachon uzilmasin. Insoniyatimizda, jamiki insoniyatimizda, mo'min musulmonlarimizda yomon kunlar hech qachon bo'lmasin. Mana shu insonlarimizni boshidan oxirigacha kuzatib turgan, efirlarimizda o'z qissasini qo'shib, layklar bilan, padarkalar bilan, donatlar bilan kimki mana shu yaxshi insonga, mana shu yaxshi ishimizga o'z qissasini qo'shgan bo'lsa, Allohim ajrini olsin. Do'zax balosidan, o't balosidan, suv balosidan, nohaq o'limdan, tuhmatdan, ziyondan, zahmatdan Allohim o'zi asrasin. Jamiki mana shu yerda padarka urgan insonlarni, donatorlik qilgan, mana shu yerda bizning efirimizda insonlarda o'z qissasini qo'shgan, karta raqamlarga pullar tashlagan, duo qilgan insonlarni hammasini eng katta yaxshiliklar bilan siylasin. Mana shu akamiz ham ilohomin yurib ketsin. Tikka oyoqda farzandini baxtiga sog' bo'lsin. Bitta narsa aytaman sizlarga chin yurakdan, aka efirda aytib qo'ymang dedi. Nimani aytmay? Efirda nimani aytmay aka dedi. Men nogiron bo'lganimdan keyin mana shu qiz farzandimni xotinim tashlab meni ketdi. Ana shu narsani efirda aytib qo'ymang dedi. Sizlar ham bilishga haqqinglar bor, shu insonni yurib ketishiga hissalaringni qo'shdinglar. Ilohi amin. Mana shu akamiz yurib ketsin. Qizchasini baxtiga sog' salomat bo'lsin. O'sha yomon kunida tashlab ketgan xotini Xudodan topib yaxshi bir qizlar nasib qilsin. Nasib bo'lsa mana shu qizchasini, nasib bo'lsa kelajakdagi farzandlarini to'ylarida o'zim samovarchi bo'lay. Amin. Allohu akbar.